Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshiladi. Trump Xitoy mahsulotlaridan yangi bosh ilindiganligini jakarladi. Hong Kongdagi Xitoy ozodlik armiyasi diqqat qo'zg'amoqda. Qozog'istonda ko'p farzandli oilalarga uy hadya qilindi. Uyg'ur madaniyatlaridan xotin qog'ozi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika ovozi to'g'ri xabarda Amerika prezidenti Donald Trump 1-avgust kuni Xitoyga 1-sentabrdan boshlab 300 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlarga 10% boj qo'ydiganligini e'lon qilib, 25%lik tamojna beji ilinayotgan 250 milliard dollarlik mahsulotni o'z ichiga olmaydiganligini, keng doiralik savdo kelishimi uchun Xitoy bilan ijobiy dialogni davomlashtirishni xohlaydiganligini, ikki davlat o'rtasidagi kelajakning parlaq bo'ladiganligini bildirgan. Shundaqla Aqsaroyda muxbirlarga 10% bojni burunqidek 25% ga ko'tarishi, balkim ahvol qarab uningdan yuqori bo'lishi mumkin dedi. Donald Trump yana Twitter sahifasida Xitoy raisi Xi Jinpingning ikki davlat savdo masalasiga tutgan pozitsiyasini fentanil tablet dorisining Amerikaga sotilishini to'sib qololmadi deb qattiq ayblagan. Fentanil tablet dorisi bo'lsa Xitoyda ishlab chiqarilgan nervini kontrol qiladigan xumori kuchlik, zaharlik chekilmikdan qilishmaydigan xalqaro cheklangan dori. Amerikaning Xitoyga qo'ydigan yangi beji asosan yurishlashgan iste'mol buyumlari bo'lib, elektronlik mahsulotlari, yon telefon, kiyim-kechak qatorliqlar ekan. Xitoy ozodlik armiyasining Hong Kongda turishlik qismlari oldingi kuni Xitoyning Weibo to'g'ridagi rasmiy hisob orqali bir qancha parcha sin ko'rinishlarni tarqatgan. Mazkur sin ko'rinishlarda Hong Kongdagi Xitoy ozodlik armiyasining har xil ilg'or tipli qurollar, tikuchar va boshqa harbiy aslahalar orqali tuyuqsiz voqealarni, namoyishlarni bir taraf qilayotgan ko'rinishlari o'rin olgan. Hong Kongda 8 haftadan beri fuqarolar namoyish qilib, qochqinlarni o'tkazib berish qonun loyihasini bekor qilishni talab qilayotgan edi. 27-iyul kuni Hong Kongning Yuanlang bekatida namoyishchilar bilan soqchilar o'rtasida to'qinish portlagandan keyin 28-iyul kuni necha 10 mingdan Hong Konglik davomli namoyish qilib, soqchilarning fuqarolarga qurol ishlatganligi, hukumatning qarjamiyatlar bilan til beriktirganligiga norozilik bildirgan. Norozilik namoyishi yana to'qinishga aylanib, hozirgacha davom qilib kelmoqda. Yuqorqi qism ko'rinishlari Twitter to'g'ridagi kuchli inkas qo'zg'ab, Avstraliya Macquarie universitetining o'qituvchisi Kevin Corrico Twitterda buningga Xitoy ozodlik armiyasining eng yaxshi biladigan ishi qo'lida to'mirning sunuqim bo'lmagan namoyishchilarni qirg'in qilish deb inkas qaytargan. Ishonchli kishilar Xitoy kommunist hokimiyatining Hong Kongda 4-avgustdan 6-avgustgacha qattiq bostirish ilib boradiganligini, Hong Kongga kirib chiqishning cheklanganligini, Xitoy ozodlik armiyasining butun qurollangan holatda buyruq kutayotganligini bildirgan. 1-avgust kuni Almuta shahrining Talg'ir noyasiga qarashli Guldala yezisida ko'p bolali oilalarga hadya qilingan uylarning ochqichini topshirish murosimi bo'lib o'tdi. Qozog'iston Uyg'urlarining Jumhuriyatlik Etno madaniyat markazining boshqarma a'zosi, markaz yanidagi Nuroniy Analar kengashining raisi Guljahan Muratova tomonidan o'rnashtirilgan mazkur murosimga ziyolilar, jamiyatlik birlashmalar, yerlik hukumat organlari, ommaviy axborot vositalarining vakillari, yezi aholisi bo'lib ko'p kishi qatnashdi. Mazkur murosim Guljahan Muratova tashkillangan ijtimoiy loyiha asosida uyushtirilgan bo'lib, bu loyiha bo'yicha ko'p bolaliq turmush sharoiti tövan, boqquchisidan ayrilgan oilalarni turishlik uy bilan ta'minlash planlangan bo'lib, faqat Guldala yezisida emas, balki butkul Talg'ir noyasida doirasida cho'ng yangilik bo'lganligini ta'kidlab, Guljahan Muratova bu murosimning Qozog'istondagi millatlar aro do'stligining, birlikning bir yorqin ulgusi ekanligini, yetim va majruh bolalarga, turmushi og'ir oilalarga ma'naviy va moddiy yordam ko'rsatishning har bir kishining insonlik burchi ekanligini o'tirib qo'ydi. Ko'p bolaliq ana Tanyana Xolxachinova, Zulfiya Isroilova o'zining uzun yildan beri ijara uylarda o'tirib, moddiy jihatdan intayin qiynalganligini, shu chaqda Guljahan onaga yo'liqqanligini bildirib, o'zlarining Guldala yezisiga kelib pushaymon qilmaganligini, Guljahan ona ijtimoiy loyiha bo'yicha uy soldirganlikdan o'zlarining ana shu uyning ochqichini topshirib olganligini, Guljahan xonimning intayin yaxshi kishi ekanligini, hamda uyimiz yo'q deb ansirmay, bolalarni xotirjam tarbiyalaydiganligini hayajon ichida bildirdi. Guljahan Muratova hamilaning yordami bilan yana ko'p mushundaq oilalarni uy bilan ta'minlash, yetim yesirlarga yordam qilish ishlarini yana davomlashtirish o'yining borligini ilgari surdi. Ma'lum bo'lishicha, Guljahan Muratova yaqinda Almuta viloyatining Uyg'ur noyasida 150 oilani, Yorkent tavasida 180 oilani uzuq-tulik bilan ta'minlagan. Buningdan boshqa xayr saxovatli kishilar bilan shug'ullanib, yurt jamoatchilik ichida cho'ng hurmatga erishgan ekan. Xotin qog'ozi dunyo madaniyat tarixidagi cho'ng kashfiyotning biri bo'lib, u uzoq tarixdan buyon milliy qo'l hunarvanchilik sanoatimizda muhim o'rinda turib kelgan. Xotin qog'ozi osonlikcha yirtilmaydigan, chirimaydigan alohidalik ega bo'lib, avrishim bo'lg'achqa xat yozishdan boshqa yana dori-darmonlarni o'rash, kiyim-kechaklarga qatorma qilish, har xil go'zal san'at buyumlarini yasash qatorliqlarga ishlatiladi. Xotin qog'ozi ishlash xotinni markaz qilgan holda Yakan va Qashqarlargacha keng umumlashgan. Shuning uchun Xotin shahridagi bir qancha mahalla hozirgacha qog'oz mahallasi degan nomi bilan atilib kelmoqda.
Xotan qog'ozining yasalish usuli asosli xom ashyosi saman qog'ozining xom materialiga o'xshashmaydigan holda to'g'roq va ujmi daraxining qo'ziqidan iborat. Dastlab to'g'roq yoki ujmi qo'ziqini yig'ib, uni suvga chilab bir oz yumshagandan keyin uning sirtqi qo'pol qatlamini suyib elib o'tib, ichidagi bir qavat nepiz oppoq qavat ayirib chiqarilib, asosiy xom material qilinadi. Qozonda 2 soat qaynatib bo'tqi qilinadi. Ondan yog'och to'qmoq bilan so'qib azgandan keyin maxsus yog'och to'ng'i silib, ustiga ma'lum miqdorda suv quyidi va uni to'xtamay qo'chib umashga aylantiriladi. İkinci bosqichda qo'zoq o'michini maxsus yasalgan cho'mish orqali o'lchamlik yog'och qilibga takshi qo'yib, suv ko'lchikida suziladi. Qilibning yuzi tekshilangandan keyin shu peti kun nuriga qaqlab qo'yiladi. Qog'oz bo'tqisi qo'rgandan keyin qog'ozni qilibdan so'yib oladi. Shuning bilan dastlabki qog'oz taxtasi bitib chiqadi. Unda qog'ozning bir taxtasi yasalib chiqish uchun taxminan 8-10 chelak suv sarf qilinadi. Agar material tayyor bo'lsa, bir qog'ozchi usta bir kunda bunda qog'ozdan 300 taxt yasab chiqa oladi. Qog'ozni qilibdan olgandan keyin ishlatishga bo'ladi. Agar uni teximiz sipta va parqaroqqa pishiqlab ishashga hojat tug'ilsa, go'rishni ezilgich qaynatib, algakdan o'tkazib, qog'oz yuzini takshi qilib, qosh tishi bilan surkab siliqlaydi. Qadimki muhim tarixiy hujjatlar bitilgan qog'ozlar mana shu siliqlangan xotan qog'ozidir. Qo'lga taynib xotan qog'oz yasash bugungi kunda borgan sir yo'qolishga yuzlangan bo'lsa-mu, lekin u bir xil an'anaviy qo'l hunar san'ati sifatida tarixdan o'chgani yo'q. Hozirmi do'ppichilar va do'ripurishlar tomonidan ishlatilib kelmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.